Assalamu alaikum. Аңлаватқаныңлар Шинжан Халық нәшрияты 2003 yil 1-ayda nashr qilgan tarixiy roman Anjambay, avtori Nur Ro'zi. 3-bob. Shahid ismlar. Shu yili kechkuz. Anjan Qo'rg'on To'pa ko'chasi, Hamdullaxon oshxonasi. Xo'jayinning semizligidan injiqlab arallab mang'alaydigan xotini Shahzoda buvi injiqlab hozirganicha kirib keldida, qiypashroq yashang'urab turadigan chiqir ko'zlarini o'ynatib turib, Baqaxonga tikildi. "Ey Baqaxonka, tezroq bo'ling, so'yinchi bering, so'yincha, paxlandek o'g'il." "Rahmat ayla, sizdan so'yinchi aylansin, jinim bilan. Qani ko'nglingizdagindang. Başınızdaki Qashqarni ana shu chust doppasi. Voy xanacha, tuzukrak bir nim desingizchu, ko'nrab abjiq chiqib ketgan mundaq ko'ni doppani nima qilsiz? Balandroq bir nim desingizchu. Menga undak yaxshirog'i yo'q. Ko'na bo'lsa ham bo'ladi. Dadamning yurtlari Qashqarning tabarrukida. Dadam yurtlarini yo'qlab kelaman deb ketib kelolmaydilar. Tuproqlari ana shu joyda qoldi." "Marhamat." Shahzoda buvi ko'nrab kiziklari titilib ketgan doppini qo'liga oldi. Ko'ziga surtdi, maydasiga yoqdi. Baqaxon peshtomisini yechdi. O'ttira bo'yliq, oppoq soqolliq Salih jonga china chaynaklarni topshirib berib, choyxonaning orqa qorosidagi uyga kirdi. Zakalangan, ko'zlarini yo'g'on echib yotgan o'moqqina o'g'ilni qo'liga oldi. "Ah, shunqarim" deb maydasiga bosdi. Halsizlangan to'xtgan, yiqimliqina pisingida kuldi. Atsi Imom G'ulomiddin xon jaynamozga zakalangan bolani qo'lga oldi. "Xo'sh, Baqaxonka, o'g'ilning ismini nima deb qo'ysak bo'lar?" "Anjambay bo'lsin." "Anjambay musofirchilikda mushu yerda tug'ildi. Mushu musofirlar shahrining nomi qo'yilsin. Musofirchilikning shohidi bo'lib qolsin." Imom azon to'lidi. Balaning ikki quliqini tutib, azon o'qib, Anjambay deb ism qo'ydi. Bala tetik, sog'lom edi. Ancha muncha yo'tal, ichi suradigan, qizitib qoldigan parcha purat og'riq siloqlarini demasa, voy degidek odam qo'rqitadigan kasal bo'lib boqmadi. Lekin nima uchundir 2 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, texicha oyga chiqmadi. Tamtilab minishqa tamishlatdi-yu, putini yo'tkalmay dalduginib yiqilib tushatdi. Tevib, "Ansirmang, balada kasal yo'q ekan. Qaramamsiz, bu 2,5 yoshlik balaning bo'yini 3 yoshlik balaning bo'yidanmi egiz tursa, qavul odam bo'lgan mushundoq bo'yi egiz balalarning oyog'i keyin chiqadi. Muborak bo'lsin, Xudoyim sizga cho'ng bo'lsa palvon bo'ladigan mushundoq qavul farzand beribdi. Xudoga shukr qiling" deb Baqaxonni xotirjam qildi. 1908 yil Anjan, qish fasli. Bir kuni kechasi choyxonaning yonidagi paxta do'koniga tuyuqsizla o't ketdi. Bu o't ulg'uyib yog' do'koniga tutashdi. Hash-pash degicha choyxonami kuyib bo'ldi. Butun vajidan quruq qolgan choyxona xo'jayini xapiliqda Toshkentdagi tog'isining qishiga ketdi. Baqaxon yana ish izlab bormagan yeri, ko'rishmagan odami qolmadi. Shu kunlarda shaharning hamma yerida ish izlab qatirab yurishgan musofirlar to'shib ketgan edi. G'iribning qoyashi musofir degan gap rost ekan. Baqaxon ish topolmay beshi toza qetib qatirab yurganda, yanada ashu to'xtikam to'qmoq uningga asqatdi. U Toshkentdagi karvon haydab mangdigan chog'da Baqaxonnimi bola chaqasi bilan billa ilib yo'lga chiqdi. Cho'l jaziradagi Tilla buvi qabristonligiga kelganda to'xtxonni to'lg'oq tutib oldi. Shalom to'g'roqliklar orasidagi bo'ron uchib turadigan vayroni yolg'iz damda bir qiz dunyoga keldi. Bu qizg'imi musofirchilikning shohidi bo'lsin uchun shu joyning nomi bilan Oyim Tillaxon deb chiroyli ism qo'yildi. Ular Toshkentga kelib, shaharning chetidagi Salim xotanning dengiga tushdi. Bu xo'p kangri katta dang edi. Kunliki karvonlarning 2-300 dak ot eshaklarini ig'illarida saqlab beralaydi. Lekin o'ylisiga do'linib ketgan qig karvonlarning liqqida ochliq qachilangan tog'arlari
Qalayimqan tashlab qo'yilgan egar to'qimlarning to'laliqidan uyan buyan o'tmak xili mushkil edi. Baqaxun erib charchig'iniga qarmadi. Birarsi demisimu shu oqshimila o'zligidan birar yuzdek qo'ziq ushlab, tamlarga qator qaqib, uniga egar to'qimlarni esib qo'ydi. Qig'larni yo'tkidi. Yo'l bo'shidi. Shundala u uxlashga yetdi. Ertasi saharda o'rnidan turdi. Dangjaning harvasida qig'larni talog'i to'shishga boshladi. Ertasimu o'g'inimi yana shundoq uda 3 kun ishlab, dani pokiz, ratlik, tartibli qilavatdi. Baqaxonning kallasining sagitligi, put qo'lining chaqqanligi, og'izning yumshoqligi dangjaga yarab qoldi. U uni ingikida imlab ko'rsatib turib, to'xtikam to'qmoq bilan xili uzoq mundashdi. Shuningdan boshlab u bu dangjaning yaramliq yordamchisi bo'lib turib qoldi. 1911-yil Toshkent yoz fasli. Salim Xotanning ashu dangida yana buduruqqina bir o'g'il bu yo'ruq dunyoga ko'z ochdi. Musofirchilikda bu yiroq shaharda tug'ilganligi uchun uningmi mushu shaharning nomi bilan Toshkentboy deb ism qo'yildi. Shu kunlarda balalar chiroyli, sog'lom, tetik o'smoqda edi. Baqaxon bilan To'xtxon ularga ko'z tegib qilishdan ansirab, uyiga pat-pat isiriq silib turardi. Ularning beshidan o'rib sadaqa berardi. Mana bu yil Anjamboy maktab yishiga to'shidi. Shu topda u 7 yoshga kiray deb qoldi. O'qsin, balalar cho'qim o'qsin. Bizga o'xshash ilibning suniqini bilmaydigan, ko'zi ochiq qarg'u, qara qo'saq odam bo'lib qolmasin. Xat o'qiy oladigan, yoza oladigan, hisob kitob qila oladigan, oq bilan qorini, haq bilan nohaqni farq qila oladigan yaramli odam bo'lsin, o'qsin. 10-boshlang'ich maktab ancha yiroq emas. Ular turishliq dangning oldidagi acha yo'lning do'qmashidan ochiqlab ko'rinib turadi. Anjamboy bu maktabga allaqachonlar ko'nib olgan. Aksiga agishib berib, muallimlarni ko'rgan. Balalar bilanmi obdonlar tanishib olgan edi. 1913-yili Toshkent kuz fasli. Shalong chachlariga oq aralgan, yashangan, zilva bo'yliq o'qituvchi ayol Anjamboyga tikilib qaradi. Bo'yniga 3 burjaklik ko'z tumar esilgan, o'skilang, sog'lom bu balaga masga kelganligidan yaqinli qora ko'zlarga g'il-g'il yosh oldi. Yashashning yangi qadamini bosganligingizga muborak bo'lsin, deb uning mangizlarini yumshoq alqonlarga ilib, peshonasiga cho'kkida so'ydi. Ondan burilib uni ikki uchini tutib turishgan Baqaxon bilan To'xtxonga qarab, "Ajringizlarga barakalla", dedi-da, uni yetilab sinfga ilib kirib ketdi. 1918-yil Toshkent. Anjamboy 5-sinfni a'lo natija bilan bitirdi. U yana davomli o'qishga intizor edi, lekin iloji bo'lmadi. Toshkent ma'lumotchilik qoch-qoch, bulang-talang ichida qoldi. Jon qayg'usi kishilarni sarosima qilavatdi. Maktab taqaldi. Bu ma'lumotchilik, ansizlik Baqaxonning beshini qatirvatdi. Dakka-dukkada boshqa joy shaharlarni teng-tenglab baqdi. Ah xudo, hamma joy o'xshash ekan. Ur, chop-chop jahonni qoplabdi. Bir taraf jahon mening desa, yana bir taraf yo'q deydi. Yana bir taraf bo'lsa, bizmi bor deb sakrab qopidi. Zodi qaysisining to'g'ri? Buningga Xudoyim bir nim demsa, inson bilib bo'lmaydi. Bu ma'lumotchilik qachon tugaydigandi? Uning ustiga qarg'ish takkur o'g'ri bulanchilarmi qutirab adab ketdi. Acharchilik hozratdi. Musofirlar kasal bilan qirilishga boshladi. Hayot qolganlari turkumlab askarlikka, asharlarga tutildi. Ketganlarning to'lisi kelolmadi. Izdirkimi bo'lmadi. Baqaxonning Qur'oniga yetgan uningdek qobil odamlarga olli burunlab bo'ronning burniga uchirdi. Tutilib tugidi. Endi navbat qarilar bilan balalarga keldi. Shu kunlarda 40-50 yoshliqlarni qari demidi. Anjamboy Jumaxondek 14-16 yoshlik balalarni kichik demidi. Ish qilib miltiq, jo'to, kurak tutalog'idek erkaklarni topgan yerda tutib ketaverdi. Lekin Baqaxon tutib bermadi. Ikki o'g'lini qanatiga qistirib, xumdonlarda, eski tashlandiq tamliqlarda, qabristonliqlarda, chatqanliq jangalliqlarda yetib qopib qochib yurdi. Lekin bu kar qilmadi.
Hamon bir kuni tutilib qilish xavfi qosh bilan kirpikning oraliqidagi ish bo'lib qoldi. O'zig'o mayli, tini saqla bo'lsa jinni jon edi, lekin bolalar qanday qildi? Kim boshpana bo'ladi? Yo'q, yana turishqa bo'lmaydi. Bolalarni bu ofatdan qutqizmasa, otiliq burchi mangu ado bo'lmaydi. To'xtikam to'qmoqni topadi. U nurg'un yo'llarni biladi. Kishilarga ko'rinmaydigan o'g'ri yo'llar bilan yo'lga silib qo'ydi. Xudo xolsa pat arada Qashqar qaydasan deb yo'lga chiqdi. Qashqarga qaytib borsa, yurtdoshlar ularni qatiga qatar. Yiliqidek koni xamonni so'rib, undaq makonsiz, qalandar, divani deb og'izni ushtib yurmas. Arada 10 necha yil o'tib ketdi. Balkim bu chaqcha unutilibmi ketgandir ilohim. Shundoq bo'lg'ay. Unutilgan bo'lsa, tiliga ko'dirga chiqib zuvani tutilg'ay. Mayli, nimal bo'lsa, bolalarni ilib Qashqarga ketayli. Qashqarga, Xudo, yo'limizni oson qilib, bizni omon eson Qashqarga yetkazgaysan. Xayri xo'sh, beshimizga kun tushganda bizni qo'yniga olgan issiq makon Toshkent, Andijon. 4-bob. O'g'ri yo'lda bulanchi yo'q. 1920-yili kuz fasli. Ular aldirashchilikda nashtimi qilishmidi. Sahardala yo'lga chiqdi. Yulduz texi tarqab bo'lmagan edi. Osmon supsuzuk, dog'siz edi. Ko'p-ko'k qahrida anda-sanda yulduzlar pildaydi. Sus chaqnaydi. To'xtgan kundagidek yanala olachipar eshakka mindi. Toshkanbayni oldiga, oyim tillani orqasiga oldi. Ko'k eshakka xurujun qapoq artildi. Uningga 3 cho'ng erkishi damlashib minadigan bo'lishdi. Qiziq gap. Amdala texi 14 yoshga kirgan bolani qandoqmi cho'ng erkishi degil bo'lsin, lekin bundaq gaplarga Anjanbay unamaydi. O'zini ravrs cho'ng erkishi deb hisoblaydi. Deymizmi, u yishiga qarmay egizla bo'y tortdi. Tang tushlardan bir g'irit egiz turadi. Aksi bilan tanglashib, dadisining engiga taqashdi. Cho'nglardek xili-xili ishlarni qila oladi. Tag'irga yan bo'la oladi. Zambilning bir beshni ko'tarishga yaraydi. Danga tushadigan mehmonlarning oldiga chiqib, adab bilan salom beradi. Ot uloqlarini elib, joy-joyiga bog'laydi. Ketadigan chog'larida ularning yuk taqlarini ortishib beradi. Oq yo'l tilab, xo'sh deb yo'lga silib qo'yadi. Liq choy qo'yilgan piyola, chinilar tizilgan patnoslarni egiz ko'tarib, tuz tutib, davolg'utmay joy-joyiga qo'ya oladi. Mashrablarda cho'nglar bilan billa usulga tushadi. O'ng qishining quyruqi bilan lik-lik qash etib, kishilarni kuldiradi. 10 uruqliq chotni tas-tas so'qib, dangning kundalik hisob kitoblarini birdamdala puttiralaydi. Yana texi yetimchilarning duoyisilab, xat cheklarini duduqlamay o'qib beradi. Avatadigan salom xatlarni qo'shoqlar bilan to'ldirib yezib berib, ularni xush qilib o'tadi. Tevib boshlab kelib tushkunlarning kesilini davolatdi. O'tin yaratdi. Cho'nglar bilan baslashib, tamchi ustamlarga xish kesak tashlab beradi. Ba'zida texi uning cho'nglar bilan chilishiman deb maydonga tushilib, boshqalarni kuldirib o'tishi texmi qiziq. Ish qilib shu kunlarda bir er kishining qo'lidan keladiganligi ishlarning hammasining huddisidan chiqishga intiladi. O'zini zo'rlaydi. Oldida yo'l boshlab ketayotgan qora eshaklik charsaqal buvay to'xtikam to'qmoq edi. U safarga chiqqanda xurjunga 2 o'rik to'qmoqini silib yuratdi. G'oyda beliga qistirib oladi. Lozim bo'ladi, hamra deb doim yinidan ayirmaydi. Mushu to'qmoqlardan o'g'ri bulanchilarningmi hazar aylaydiganligini maqtinib so'zlab beradi. Buvay yashanganligiga qaramay bakmu chaqqan edi. Qichirdak har yo'g'on eshaklarnimi hargiz qirg'a tortib yurmaydi. Oqta qo'yibla likkida mini beradi. Uning 40 yillik umri chakarchilik bilan o'tgan edi. Ravandilarning eshaklarini haydab al kizitdi. U bilmaydigan yurt, mangmagan yo'l yo'q edi. Al kizishda do'ng cho'nqurlarning hammasini biladi. Baqaxunning buvay bilan tanishib qilishi tuyuqsiz bo'ldi. U Andijon kelib kirgudek makon, qilgudek ish topolmay bakmu bearam bo'ldi. Buning ishikida yurib, u yer bu yerga so'kuldab yurib, bir oydak vaqti g'am bilan o'tdi. Bir kunsi Andijonning g'arbidagi usti yipiq rasida ish izlab ketib boradi.
Aldı tarafdan 20-30 dak eshaklarni haydab bir buvay kelib qoldi. Eshaklar yo'lni butun olganlikdan Baqaxun chetkirak chiqib turdi. Eshaklarga liqqida ochliq qachilangan tog'arlar ortilgan edi. O'ttirda ketayotgan ikki eshak qistilib qoldi. Bir-biriga urilib, biridagi tog'ar bir yonga yangdapla o'rilib ketayotganda buvay eshaklar orasiga kirib, hiliqi tog'arni yo'lamoqchi bo'ldi. U aslida yangdab ketgan tarafni yo'lamoqchi edi, lekin u tarafda eshaklar tiqma-tiqma bo'lib qoplashib qolganlikdan o'tolmay bu tarafdagi eshakdan ortilib turib tog'arni kuchab tortgan edi. Eshak dugujibla buvay tarafga yiqilib tog'arlar bilanla uni besib oldi. Yiroqdan qarab turgan Baqaxun taxta eriqdan sakrab o'tdi-da, yuguribla kelib tog'arni bir yonga oldi. Eshakni tortib turg'izdi. Buvayni yo'lidi, lekin buvay o'rnidan tura olmadi. "Ata, qayerlar og'rib ketdi? Bak og'riyotamdi? Apla, ma'o kelishmaslikni." Buvay injiqlab turib o'rniga tikildi. "Voyjon, voy putum, voyay, nesbasti, siz ukam, siz yetimcha o'xshamamsiz? Shunda Qashqarliq, naga bormoqchidilar? Men opirib qo'yay. Voyjon, ajab og'rib ketdi kasofat. Voy putum." Buvay titrab turgan qo'lini ko'tarib oldi tarafni ko'rsatdi. Rastining ovi beshida o'ng tarafda Valixon boyning dingi bor. Shularga to'xtkam to'qmoq bo'lolmadi, mang'almayotidi deb qo'ysangiz, voy putum. Baqaxun buvayni yudib eshaklarni haydab u degan danga keldi. Ay-huy degicha buvayning tunish bilishlari go'rida o'g'lashdi. Birdamdala bir tevibni boshlab keldi. "Yo'ta go'shi azroq bo'linib ketibdi" degan bilan buvay bir oydak yetib qoldi. Baqaxun uni kunda degidek yo'qlab turdi. To'xtxonmi uning holidan xabar olgach, yetimchilarning choy paylarini qaynatib, osh pashlarini etib, non panlarini yiqib, kir qatlarini yuvib, yamab degandek ishlarini qilib berib, ularning dardiga darmon bo'ldi. Endi yetimchilar o'zlaridan g'am yemaydigan bo'ldi. Ketsa ishiklari ochiq qoladigan, kelsimi ochiq turadigan bo'ldi. Osh-neni tayyor, kiyim-kechaklari taq, hammadan xotirjam bo'ldi. Chakar degan shundoq bo'ladi ekan, ravandi naga bo'lsa shu yerga mangadi ekan degandek shundoq bo'ldi. Buvay amdila saqiyibla chakarlar bilan billa boshqa yoqqa ketishdi. Minish oldida Baqaxunni Hamdullaxon degan oqko'ngil odamning chayxonasiga tunishtirib qo'ydi. Chakarlar shu ketgancha haftalab, oylab, go'yda tixi yillab yo'qilib ketadi. Lekin ular nagil bormisin, to'xtkam o'zlarining xabarini qilib turadi. Shunga Baqaxun ularning naga ketib borganligini, nada turayotganligini bilib turadi. Chayxonaga o't ketdi. Baqaxun naga birib, naga to'xtashni bilolmay, beshi ketib turganda, uningga yanila to'xtkam asqatdi. Uni Toshkentga billa elib keldi. Kunimi jahonga qaraganda har holda yomon emas o'tadigan bo'lib qoldi. Keyinmi yetimchining quyoshi musafir degandek to'xtkam ularni faqatla tashlimdi. Qoch-qoch boshlangan chaqda ularni apchilik bilan yo'shirdi. Baqaxunni Nimjon buvaydek bolalarni qiz cho'kanlardek yasab namuna qochirib ilib yurdi. Baqaxun yinib ketmoqchi bo'lganda, "Bo'ldi Baqaxun, amdi ket. O'z tavallikimizga ket. Mag'duroning barda yer ziminlik bo'l" deb uni aldiratdi. "Ishim bor" deganni bahona qilib, karvon beshiga deb qo'yibla ularni uzitib yo'lga chiqdi. Mana bugun 4 kun bo'lib qoldi. Xatiri yo'q, yaqin deb o'zi bilgan agar to'qay chig'ir yo'llar bilan minib, ularni boshlab kelmoqda edi. Yo'l azobini yengiltish uchun o'zi ko'rgan anglaganlarni hikoya, cho'chaq qilib so'zlab ularni kuldirib tiliqtirib o'tdi. U el undaq avat, bu el mundaq namrat, u yo'l uzoq, agar to'qay bulanch ko'p deb tushundirdi. Mushu yo'l bilan Qashqarga 15 qatim berib yonganligini, hatto bir yili tixi o'zi yolg'izlar 4 qatim berib kelib, hech qanday xatarga yo'liqmaganligini maqtanib turib so'zlab berdi. So'zlab yana shu cho'ng yo'lni baqadiganlardan qaqshaytdi. Cho'ng yo'lda bulanchi o'g'irlarning ko'pligini, hatto cho'ng yo'lni to'sadigan hukumat xodimlarining bulanchi ekanligini tushundirdi. Shunga mushundaq o'g'ri yo'l bilan minish lozimligini topalaydi.
Qarabilmiş texi hökumet bulançıları mayli o tarafdikisi bolsun yoki bu tarafdikisi bolsun hammasi o'xshashlab bulançı aldan to'sibla tapqan targinani hammasini bo'lib oladi. Sal ching'iroq tursanglar joyingizlar gum qilib peshonandan tutun chiqaradi. Bundaq ishni to'liq ko'rib zardigo'sh bo'lib ketdik. İşten qo'rqqan gaday bo'lmabdi. Jahonning etiki kengri ekan. Qatma-qat tog'lar orasidan ular bilmaydigan o'g'ri yo'l topdi. Shunda qilib uyan-buyan o'tib yurib, rizqimizni tepib yeb yuriyotimiz. Sukat Bo'stonga borganda sizlarni ashundaq o'g'ri yo'lga silib qo'yman. O'g'ri yo'l bilan mangsanglar, Xudoyim buyursa, tog' davonlardan saq-salomat o'tib ketalaysizlar. Hukumatning qarovillariga uchrab qolmaysizlar. Hech kishi bilmaydi. Chig'ir yo'l bexatar. O'g'ri, bulanchi degan cho'ng yo'lda bo'ldi. Qo'rqmanglar, Xudoyim saqlaydi. U mushundaq gaplarni to'la so'zlaydi. Necha qitim deganligini o'zimi bilmaydi. So'zlab to'xtaganda musofirlarning safar naqshisini boshlaydi. Lekin bugun uningga nima bo'ldi ekan tang gap so'z qilmadi. Xuddi mugdiganda ko'zlarini yumib jimmida mengiyverdi. Ular bugun tong atmasdilla yo'lga chiqqan edi. Alohizal 2 osh pishimdak vaqt yo'l yurib tongni atqizdi. Kun daraxt bo'yi ko'tarilganda dal daraxtlik g'ujmak mahallalar tugidi. Poyonsiz qizil qumliq yo'l boshlandi. Qizil qum barxanlari orasidagi bu yo'l xili kari edi. Agri to'qay bo'lsimi arvalar bemalol mang'alaydi. Lekin ushoq chamdab qadamni tiz yo'tkimsa, o'shiqcha qumga petib qoladi. Ba'zida bu yo'l aralab sasliqni yandabmi qoladi. To'la dasilib qetib ketgan bundaq sho'rliq yo'lda menish xili oson edi. Ustidan ig'ir yukni ilib xili yengillab qoladi. Qumliqdan chiqsa sasliq, sasliqdan chiqsa yana qumliq. Xuddi mangsa tugmaydigandek poyonsiz cho'l jaziralar bosh oyog'i yo'qdek zanjirsimon tutishib turadi. Ular to'xtamay mengishdi. Ketib berib qattiq quruq non yeyishdi. Ussiganda qapoqdagi isib qolgan suvni ichishdi. Ular aldiraydi. Aldırmasa kun o'ltirg'icha qo'nalg'iga yetib borg'ili bo'lmaydi. Eshaklarmi bir xil yo'rg'ilab yo'lni xili avutdi. Sal qashanglik qilsa, yo'lg'un tayiqi sag'risga qas-qus tegadi. Harduqmi olmadi. Xudoyim-ey, nadikan u harduq olg'udak joy, na biror tupdal daraxt, na soya bo'lg'udak dalda bo'lsa-chu kashki. Anda sanda uchrab qoladigan, tizg'i chiqmaydigan pakar yo'lg'unlar, quloqlari sarg'ib, qo'rilib qolgan shalon qo'mishlar, ko'taklarini shamol ichivatgan quruq yantoqlar. Kunch bo'lganda qumliq teximi qizib ketdi. Qumliqdan ko'tarilgan issiqlik ularni xuddi tonur yalqonidek lap ko'ydiratdi. Chip tarlab kiyimlari hul bo'lib ketdi. Voy Xudoyim, mushumo kuz kunlari bo'ldimi? Balalarni issiq sovuqdan qochirib, mushundaq bak issiqmi emas, sovuqmi emas, dal kuz vaqtini tanlab yo'lga chiqqani nimasi? Baqaxun eshaklarni haydab ketib g'udraydi. Balalarga issiq o'tib ketmasin deb ularning beshiga ko'ydirib qo'ygan tumoqlarning teshiga tar o'rlab chiqib yo'l qilayotgan edi. Ularning mang'izlari anardek qizirib, lavlarini gaz bog'lab ketgan edi. Shundaq bo'lsa ular yanada g'ayratlik tetik ko'rinadi. Yuz ko'zlaridagi tarlarni yanglari bilan surtib o'tib, ko'zlarini chimildatib kulishib, ovozini bo'lishcha qo'yib birib naqsh to'lib, yana ba'zida tixi ancha-muncha uchrab qolgan to'shqanlarni qo'g'lab, o'ynab mingiverdi. Ba'zida ancha-muncha quyun aralash g'urg'ur shamolmi chiqib qoladi. Bundaq chaqda odam sagib qoladi. Lekin ko'zga qum kirilib, ochqilik qo'ymaydi. Havo issigan siri to'shqan, tulka deganlarimi ko'rinmayla qoldi. Kun tushdan qayrilganda to'xtkam o'ng qo'lini o'ng quliqiga yoqdi-da, beshini shu tarafga sal qaysaytib turib, bayovan naqshisini boshlab qoldi. Mugdiganlar sagaklashdi. Eshaklar cho'chishib, texmi tiz yo'rg'ilashga boshladi. Anjan qum tashliq musofirlar qaqshaydi. Tog' davandan o'talmay ahzar urib yig'laydi. Yo'limiz yomon cho'llik, qatma-qat egiz tog'liq, qandoq qilamiz amdi, qoldi umrlar chog'liq. Naqsha ularni azdi. Boshlarini ko'tarmay shukkida mengishdi. Xotin haq degan barg'im yig'laydi, yo'qqim yig'laydi deb xili po atadigan Baqaxonning ko'ziga yosh keldi.
yuzidagi terni surtgan bo'lib, yeshini mu surtib oldi. Ular shu holda xili uzoqcha un-tinsiz mangdi. Anjambayning ko'ziga xili yiroqdilla yo'lning o'rtasida turgan mushtumdek qarroq narsa ko'rindi. Yaqinlashgan sari u narsa texmi yo'g'on edi. Boshqalarmi u narsani ko'rdi. Yaqinlab birib 10-20 qadamda qolganda hammasi tangla to'lib qo'g'on degandek Anjambay yugurib beribla odam beshidimi yo'g'onroq bir ko'kchini qo'lga oldi. Aptapda isib qolgan qo'g'on guppida purab ketdi. Hammasi to'xtadi. Shu tapda ular xo'p usigan edi. Gup-gup purab turgan qo'g'onning puraqida ig'izlariga siriq suv yig'ildi. Lekin hech kishi yeyli demedi. Qo'g'onga qarab turibla qilishdi. Anjambay qo'g'onni birdan purab turdi-da, yana pam bilan joyiga qo'ydi. Qalsun, ustab jini hulqumga kelib qolgan biror musofirning hayotini saqlab qolsa ajab emas. Bizning ichadigan suyimiz bor. Barakalloh o'g'lim, insofingga chiqqanlar. Baqaxun xushalliqda to'libdi. Ko'zlari chaqnab ketdi. Balasining beshini silidi. Xudoyim, dilingni yo'ruq, iymoningni ulug' qilsin ilohim. To'xtixon o'g'ildan bakmi so'yinib ketdi. Maslikka kelib ko'ziga liqqida yosh oldi. Ikki tomchi marvoyatdek supsuzuk yosh mang'izini bo'ylab oqdi. Buvay mamnun bo'lgan holda maydasiga tushgan saqalini silab turib, beshini orqa-orqadan langishdi. Bo'ldigan gap, qolsin. Enimning shundoq deydiganligini obayamla pamlagandim. Ma'afkam, senmi purvolg'in? Yurtga borganda chiligidan chiq. Hafkam. Jumaxun shundoq debla onasining oldida turgan Toshkanbayga berdi. Kichikkina Toshkanbay qo'g'onni quchoqlab turib birdan purdida miliqqada kulib, yil aksiga yondirib berdi. Ular og'ziga kelgan siriq suvni g'irt-g'irt yutib o'tib, yana yo'lga ravon bo'lishdi. Savobliq uchun birer 2 kunlik yiroq yerlardan qo'g'in tavuzlarini elib kelib, cho'l jazirlardagi yo'llarning u yer bu yerlariga tashlab ketish mushu atrofdagi ixlosmand musulmonlarning odati edi. Ustab chanqab tumshqa yer derab qolgan musofirlar pichib yeb, qo'g'in tavuz ekilib qo'ygan kishilarning haqqiga g'oyibona duolarni qilishib ketaverdi. Kech peshin vaqti bo'lib qoldi. Kun qizil qum do'nglariga daraxt bo'yla qoldi. Ular egiz bir do'ngdan aylanib o'tganda yiroqdan g'ujmakkina bir yeshillik ko'rindi. Shu an to'xtgan unlik to'lvatdi. Hay, oxir yetib keldik. Sugat Bo'stonga keldik. Bugun mushu yerda qo'nimiz. Sugat Bo'ston kichikkina o'tang edi. Baroq sanlab o'sgan qo'yuq jigdiliklar orasidan 20-30 dak vayroni uylar chala-puchuq ko'rinib turardi. Xili yiroqdilla jigda g'azonining qansiq puraqi gup-gup purab turardi. Ismiga munosib biror tutma sugat ko'rinmaydi. Kun chiqishdan kun patarg'icha qo'mush, yekan, ungan sasliq. Bu tarpi bo'lsa qo'mushliq, yantoqliq, qizliq qum barxanlari bilan o'ralgan edi. Kech kirdi. Kun o'ltirib zavol bo'ldi. To'xtgan bilan Anjambay texchi yo'q. Ular kelibla eshaklarni dangjaga topshirib berishga chiqib ketgan edi. Saqla paydo bo'lmadi. To'xtixon qaynatgan choy allaqachon sovib qoldi. Baqaxun bilan Jumaxun dalada uyan bu yanni izlab baqdi. Qimar o'ynayotgan, nash chekayotganlar uchrabla turdi. Lekin ular hech yerda ko'rinmadi. Bir oillikning hammasi dakka-dukkiga tushib, tit bo'lib turardi. To'xtgan bo'shashgan, salpaygan holda ko'zlarini qizartib kirib keldi. Ular buvayning holidan ajablanib, hang-tang qilishdi. To'xtga bir qismlar turlig'i. Mijozlar yo'qmi? Buva, nimadan ranjidlar? Ko'zlar yosh yo'qi. Buvay un chiqmadi. Asta kelib kegizga o'ltirdi. Ana, o'rdak soqib oldim, o'rdak, sho'rpa. Amdina bir putini bosog'ining ichiga qo'ygan Anjambay uydagilarni ko'rib cho'chib turibla qoldi. Ular o'ngsili o'chgan holda buvayga tikilishib turardi. Buvay beshini ko'tarmay pushildab o'ltirardi. Nim bo'ldi, bilgili bo'lmaydi. U tashvish bilan dadasiga qaradi. "Sana nim bo'ldi?" Baqaxun sal ochiqi bilan o'g'ildan yondirib so'radi. "Yetqdangacha yetsan, ansirab izlamagan yerimiz qolmadi. Bundaq dasht bayovonda ansirgidek nimsi bor? Mendan hamisha ansirabla yoki men bir kichik bola bo'lmasam,
Ördek tutqul bardim. Saslıqda gaqıldap alamni ma'lum qilib, mana buni jigida o'tinida so'qib oldim. Aka, anamga yo'ndab tayyorlab bergina bir sho'rib qilib bersin. Bovam bilan obdanla xo'shishib alayli. To'xtikam bir nima demoqchi bo'lib og'izni o'malidi-yu, lekin shu hamon shuk bo'lib oldi. Birdan peshonisini o'g'lidi, nos chekdi. Keyin beshini asta ko'tarib To'xtiqonga tikildi. Ey rahmatlik, sizlar quramliqda edi. Jasdi mushu yerda qoldi. Tungin kecha tushimga kirib qoptikan. Atiganda biri ko'nglim parishon. Esimga kelsa yuragim mujilib ketadi. Bechorni Qashqardan 4-qatim chiqishimda elib chiqqan. Uni mushu yerda ketsi ko'kpit chiqib oldi. Zig'ir paqilda istadik. Konu tumoqda tarlatdik. Pava qilmadi. Hey, ig'ir bo'y edi. Eshaklarni solab qo'yibla tuproqni yo'qlab keldim. Mushu uyning keyindagi do'ngning u tarafida bir top to'g'roqning yinida o'z vaqtida yolg'iz qolgan edi. Endi 20-30 bo'pti. 35 yil bo'ldi. Yilda birer qitim yo'qlay olayman. Yeshimo menda xilib bak kichikdi. To'xtikam ulug' kichik tindi. Baqaxun erxotun bovayga uni buni deb tasalli bergan bo'ldi. Bir hazodan keyin bovay Baqaxunga tikildi. Xo'sh Baqaxun, yetimchilarning hammasining kuni o'xshash qattiq. Shunga bundaq gaplarni so'ramaydim. So'rab qoldim. Xafa bo'lmag'in. Az to'la bir narsa qila oldingmi qandaq? Nadikini? Baqaxun ulug' kichik tindi. Xijil bo'lgandek beshini ustun ko'tarmay javob berdi. Tapqan targinimiz jon saqlashdan oshmadi. Hayotliq qolib bo'lsak, bularni tinchlik cho'ng qilib olsaqli bo'ldi. Shukr qilamiz. Xudoyim bera, shukr qilsak. Yer zamin setib olarsan. Shundaqqa niyatim bor edi. Uxlsam qopsam kallamda shu xiyol, yer zamin, yetimchilar yig'ish qilib yo'lliq tutgan 20-30 tangidek bir nim bor. Buning bilan qandaqmi bir nim qilg'il bo'lar? Qilmasang bo'lmaydi. Jinini tikib qo'yib, yer zaminlik bo'lmasang, kun olg'il bo'lmaydi. Bovay balalarning beshini bir-biridan selidi. Mana bularmi cho'ng bo'lib qoldi. Qarg'a keldi. Bovay yinini oqtirib bir xaltini chiqardi. Uningdan 2 quloqliq 2 yambuni chiqarib Baqaxunga uzatdi. "Ma Baqaxun, bu cho'chori quloqlarni yiningga silib qo'y. Dardingga darmon qilarsan. Azroq yer zaminlik bo'lib qolsang, texi yaxshi." Bu To'xtiqa Baqaxunningmi, To'xtiqonningmi og'ziga bundan boshqa gap kelmadi. Hang-tang bo'lib turibla qilishdi. "Ey, bo'ldi, ilval. Bu tuzut qilg'idek uncha yo'g'on narsimi emas-ku. Qo'y, lozim bo'lar. Az bo'lsa-mu yo'lliqim bo'lib qolsin. Obdan saqla. Ala, ko'nglim qolmasin." Bovay kuldi. "Bir kecha dattikam o'tishdim. Omtim keptikan. Ko'nglingga shak kelmasin. Sen bilan menga halol. Qo'limga 4-5 tanga bir nima kirib qolsa, Ablaxonbayning ko'zi qizirdi. Jim turmaydi. O'ynayli deb to'la xapsaladi. O'zi ustiqi marvaz. Shuningga ishinidi. Ochiqim keptikan. Mana amsi deb toza bopladim. O'ynayli deb uxlatmagan edi. Ma'qul deb qimarvazlar rasa jiq yig'ildigan so'rinda o'ynadik. Odam az yerda o'ynasa, futurvatsa bergili unumaydi. Odam jiq bo'lsa, yuzi ketishidan qo'rqidi. Yengilsa berib mardlikini ko'z qiladi. Ablaxonbay mard ekan, chaqirga uqtirib qo'ysimi, pulsini berdikan deb nom oldi. Shundaq qilib, 2 hafta ilgari 4 yambu utib oldim. Necha yillab ishlab ololmagan haqqimni bir oqshomda ilib oldim. Ma'fkam, munonimi ilib ol. Qaynonamga tashlab ber. U xaltisidan yana 2 yambuni chiqardi. Meni cho'ng ko'rmay, tosh yurtga ilib ketadigan demay, qo'rqmayla qizni kaynimga silib qo'ygan edi. Qirib ketdi. Uni buni avatib turman. Xam bozoridagi Yitaxun gazmalchining dukkining yinidila uyi bor. Aminaxon acha desa hamma obdan biladi. Opal bilan Qashqarning oraliqi kichikkina yo'l. Yo'q gap, avar qilib qo'yman. Amdi uxlayli. Bek yerib ketdim. Biz mushu yerda xo'shlashimiz. Sizlar o tarafga mangizlar, men bu tarafga. Mushu uyning keyindagi do'nglikning yinidila bir chig'ir yo'l bor. Eliqi biz kelgan yo'lning sol tarafida. Shundaq mangsam, Xudo buyursa bir haftaga Toshkentga tushib bo'laman.
u yerdan İstanbulga jo'naydi ekanmiz. Endi eshak haydaydi ekanman. Yuk saqlaydi ekanman. Ha, uxlaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Birdamdila uning xo'rak ovozi uyni bir oldi. Davomi bor.